Aziz podpischilar, hurmatli do'stlar, mana hamma kutgan, ya'niki vazirlik binolarimizni aynan bo'ladigan yerni katlaman qismiga ham keldik. Bu tomonda bizni palaparchi qo'yib tashlangan ofislarimiz bor. Hali bularning joyi o'zgaradi, nasib qilsa. Oldingi videolarga ko'ringan ofislarimiz qurib bitkazilsa, bular bari boshqa yerga o'tadi. Bu tomonda hali katlamanlarimizning qazdiq qismlari ketmoqda. Mana bu ekskavatorimiz yonida kecha bir baxtsiz hodisa bo'lib, bir chakmanimiz ag'darilib qoldi. Mana bu katlaman qismi. Oddiy vazirlik binomiz bo'ladigan joyni katlamani, ya'niki bu mana shu mashinalar turgan joydan 4,5 metr chuqurlikda bo'ladi, boshlanish qismi. Bu yerda Avrasiya firmamiz bilan hamkorlikdagi 3 ta ekskavatorlarimiz qizg'in ishlamoqda. Bu tomonda esa ishchilar, xodimlarimiz uchun, ofis xodimlari uchun, barimiz uchun yetkazib beriladigan hojatxonalarimizdagi suvlar, ichiladigan suvlar barisi uchun quduq qazish jarayoni boshlanyapti. Bu yerda hozir atmetkalarni berib tayyorlab qo'ydik. Mana shu yerda turgan mashina orasidagi yerimizda 1 metr diametrdagi qudug'imiz qaziladi. Va shu yerdan suv olib, suv chiqarilib, ishchi xodimlarimizni hojatxonalariga qo'yish uchun, kerak bo'lsa ichish uchun ham, hammamizni ichishimiz uchun suvlar chiqarib beriladi. Katlaman qismimizda hozircha ish juda qizg'in ketmoqda. 12 ta chakmanimiz, yuk mashinamiz xizmatimizda bo'lib turibdi. Yelib yurib xizmatimizni qilyapti, video shunday. Katlaman qismimizni qazishimizda bizga hozir chiqib turgan shag'allar, ya'niki 1,5 metrdan so'ng shag'al chiqyapti. 1,5 metr tuproqdan so'ng shag'al qismiga chiqyapti, shag'al. Va mana shu shag'allar bizga hozircha qazdilarimizga juda qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Alloh kuch-quvvat berib tursa, barisiga ulguramiz nasib qilsa. Aziz podpischilar, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Layklar degandek, podpiskalar degandek, hammamizning Alloh ishlarimizni omadini bersin.